Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. She'riyat Gulshani loyihasi asosida O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning O'zbegim she'riy to'plamlar kitobidan Nido bag'ishlov nomli she'rini o'qib eshittiraman. Hayqiraman tog'lar bag'ridan, gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qa'ridan o'g'lim degan nido keladi. O'g'lim vujudimni chulg'ar alanga, bo'g'zimga tiqilar hayajon. Mana men o'g'lingiz dardli olamga, sizdan tanho yodgor. So'ylang otajon, so'ylang bir daqiqa, quloq solayin. Ovozingiz tinglab to'yolmaganman, bir marta yo'qotib topolmaganman. Hayolimda tiklab olayin otajon. Men axir qutlug' bu so'zni 20 yil olmadim tilga, 20 yil saqladim dilda. Armonli o'g'lingiz tinglaydi sizni, so'ylang eshitaman vujudim tilka. Yuragimni yoqar o'tli iztirob, ammo yuragimda bir tomchi yosh yo'q. Bag'rim o'yib bu kun menga bermoqda azob, sizning ko'ksingizni teshgan qora o'q. Silqib oqayotir ko'kragimda qon, qalbim o'rtamoqda so'ngsiz armonim. Yurak qonim bilan bitgan dastonim, sizga bag'ishladim otajon. Hurmatli she'riyatsevar muxlislar, sizlarga ushbu she'r ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Sizlar bilan yana g'oyibona uchrashguncha xayr salomat bo'ling.